tuya suti jigar kasalligiga qanaqa ta'sir qiladi? Jigar kasalliklarini turi juda ham ko'p ekan. Jigar kasalliklarida biz parhez buyuramiz. Shu bilan birga vrachlarni qilayotgan muolajalari bilan parallel olib borasiz deymiz. Tuyani sutiga jigar sirrozga shunchalik foydasi borki, buni birinchi bo'lib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jigar sirrozlarga tuya sutini ichishni shaxsan tavsiya qilib buyurganlar va jigar kasalliklarida tuyaning suti o'ta foydaliki, qonni yuvishini hisobiga o'zidagi tarkibidagi betakror foydali moddalarni borligi bilan bemorlarga nihoyatda tez va yaxshi foyda qiladi. Biz buni juda ko'pdan ko'p guvohi bo'lganmiz va hatto qornidan bir necha marta suv oldirgan jigar sirroz bemorlarimiz ham shifo topib tuzalganliklarini bizda bor. U gepatitlar jigar sirroz oldida oddiy kasal bo'lib ko'rinadi.